Mana shu narsani ko'rsataman sizlarga, подписчиlar. Mana shu Alloh taolo hamma narsani o'zini rizqi bilan yaratadi degani mana shu narsa ekanda. Mana shu parrandalarni ham Alloh taolo o'zini rizqi bilan yaratganda. Mana shular tuxumdan chiqdi. Mana faqat shu bitta anaqasi bo'ladi. Kimdir sababli bo'lib rizqi yetib keladi shularga. Alhamdulillah mana bizni sababchi bo'lib shularga shular bizani ya'ni sababchi qilgan Alloh taolo shularning rizqiga. Keyin men sizga bitta narsa ko'rsataman dedim. Mana shu tomda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu kaptarlar o'tiribdi. Yaxshi qanaqa ko'rinyapti bilmayman. Mana shu kaptarlar ham Alloh taolo hammasini o'zini rizqi bilan yaratganda. Mana shu kaptarlar mana mashga kelib, mana mashlarning oldida rizqlanadi. Mana shu anaqani ichida doim idishlarimiz bor. O'sha yerdan kelib, uchib kelib don yeb ketishadi. Bu Allohning mo'jizasi bo'lmay, nima bu? Nima deysizlar? Shuning uchun bir xil paytda o'tirib nolib qolamiz. O'xshamayapti, bo'lmayapti. Yaxshi topmayapmiz. Bugun unaqa, bugun bunaqa deymiz. Alhamdulillah deyish kerak. Biz insonmiz, ongli, jonli mavjudotmiz. Lekin mana shu ongsiz mavjudotlarga Alloh taolo o'zini rizqlarini cho'chib qo'ygandek mana. Kimdir orqali rizqi yet. Shuning uchun imkon darajasida nolish kerak emas deb o'ylayman. Hammaning rizqi o'zi bilan. Shunaqa gaplar.